Dasturimiz davom etadi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan G'alaba bog'i va bu yerdagi shon sharaf muzeyida xalqimizning Ikkinchi jahon urushidagi ulkan jasorati yorqin namoyon etilgan. Navbatdagi lavhamiz ayni shu mavzuda. 646 mingdan ortiq inson. Bu birgina 2025-yilda shon sharaf davlat muzeyiga kelganlar soni. Ushbu natija uni O'zbekistondagi eng ko'p boriladigan 3 ta muzey qatoriga olib chiqdi. Ushbu majmua qaysi jihati bilan xorijiy sayyohlarni hayratga solmoqda? Очень интересно. Juda qiziqarli joy ekan. Men uchun bunday ajoyib eksponatlarni ko'rish kutilmagan holat bo'ldi. Go'yoki o'tmishdan hozirgi zamonga kelgandek his qilasiz. Hammasi zo'r, eksponatlar esa nihoyatda realistik. Отличный muzey. Ajoyib muzey. Tarix juda tushunarli va aniq qilib ko'rsatilgan. Odamlarni o'ylantiradi. O'tmish haqida o'ylash, fikrlashga undaydi. Shon sharaf davlat muzeyi Ikkinchi jahon urushida o'zbek xalqining jasorati va fidoyiligini abadiylashtirish maqsadida tashkil etilgan. Inshoot G'alaba bog'i yodgorlik majmuasining ajralmas qismi bo'lib, bu yerda nafaqat tarixiy, balki madaniy maskan sifatida ham qadrli. Zamonaviy texnologiyalar, interaktiv ekspozitsiyalar va hujjatli materiallar orqali Ikkinchi jahon urushi yillari voqealari namoyish etiladi. Muzey fondida 30 mingga yaqin eksponat bor. Shundan 12 mingdan ortig'i namoyish etilmoqda. Shon sharaf davlat muzeyida kamida 2,5 ming 3 ming nafargacha mehmonlar tashrifi kuzatilmoqda. Bu 2,5 minglik mehmonlarni 100-150 nafarga yaqini xorijiy mehmonlar. Ekskursiyalar davomida majmuamizga kelgan barcha mehmonlar o'zlarini aynan Ikkinchi jahon urushida O'zbekiston xalqini qo'shgan hissasini juda ham yuksak baholab ketishmoqda. Sababi o'zbek xalqini urush yillarida qo'shgan hissasi bizni majmuamiz orqali butun dunyoga ko'rsatib berilgan. Evakuatsiya qilingan aholini o'limdan saqlab qolinishi, yetim bolalarning boqib olinishi, yarador askarlarning sog'ligini tiklab, uni 50% ga yaqinini yana qaytib urush maydonlariga jo'natgan bizni o'zbek xalqimiz. Olib kelingan yarador askarlarni hayotini saqlab qolish uchun o'zbek xalqi donorlik yo'li bilan 38,5 ming litr qon berganligi bu statistik ma'lumotlarda isbotlangan. Aynan shunday qiziqarli ma'lumotlarni muzeyimizdagi kompozitsiyalar va chuqurroq o'rganib tanishib ketishmoqda. Ekspozitsiyalarning ketma-ketligi, yorug'lik va ovoz yechimlari har bir tashrif buyuruvchida o'ziga xos taassurot uyg'otadi. Ayniqsa front ortidagi hayot va oddiy insonlar taqdiri aks etgan lavhalar ko'pchilikni chuqur o'yga toldiradi.